Hozir setilayotgan urug'latish dorilarının ko'p qismi sürgü dorisi. Yegan narsanlar shu ig'izdanki biqatdan simirilmaylan badan sirtiga chiqarib ketadi. Ham ishtahangiz tutilib ketadi. Bu dorilarni doim iste'mol qilgan chog'imizda badanda har xilligan ichki a'zolarning zaiflashgan signallarini bayqag'iladi. Urug'latish mahsulotlarini doim ishlatib olgan chog'imizda uchayninki, oshqozonninki Twitterda so'ylash, to'kilib tush ko'p bo'lib ketib, har xil shirularni, o'sikchilarni, hatto raklarni paydo qilishi mumkin. Uningdan bilak jigar, yurak, min qatorliq a'zolar qon quvvatini to'liq qabul qilolmay, mush a'zolarning muddatdan burun qirib ketishini, zaiflashib ketishini keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Shunga urug'latish mahsulotlariga tayinib olmay yoki bo'lmasa ashunidan orlanmay holatga kelib qolmasanglarmi, putqularni joyida bo'lgandan keyin harakatni ko'p qilib bersanglar. Burunqi ajdodlarimizda semiz odamlar bak ozda 50-60 yilning oldida. Hozir semiz odam kunniga chiqyapti. Sababi nima? Nimishki u zamonlarda urug' odamchiq, semiz odam yo'q degan chig'imizda u vaqtida yetgan tomoq quvvatsiz, lekin emgak, harakat nihoyat bak chiqdi. Hamda hozir bo'lgan chog'da nozik ne'matlarimiz nihoyat mo'l, yuqori energiyalik, lekin harakatimiz bak oz. Shunga harakatni asos qilib, urug'latish dorilarini qo'shimcha holatda ishlatgan bo'lsanglar, buni yo'li boshqa. Ba'zanlar harakat faqat yo'q, faqat urug'latish mahsulotlarini, ya'ni surgi dorilarini shu g'oyibona qo'g'lishib, mushu kasal mushu sababidan nurg'ulg'an ichki a'zolarning muddatdan burun qaytib ketishini, hatto biz o'ylab bo'lmagan ba'zi o'sma rak kasalliklarini keltirib chiqaryapti. Shunga harakat barkat deganga o'xshash harakatni ko'p qilsanglar, kunda oz degancha 3 kilometr piyoda minib qo'nglar, 1 minutda 90 qadam mininglar. To'yab tomoq yemanglar, bakkash tomoq yemanglar, tuzluq tomoq yemanglar. Mushu liniya bilan maqsanglar, urug'latish mahsulotlarini, jumladan surgi dorilarni ishlatishning sizlarga qilchilik ahamiyati yo'q.